Profil uyg'unlikdan chiqdi, pashtamasini qilib bo'lindi. Mana shu joy qoldi. Shuni o'rnatsak tamom. Sezish panelini olib keladi. Sezish panelini o'rnatamiz, xudo xolasa. Sezish panelini отдельно videoga olib tashlayman. Qanaqa bit bo'ladi, nima bo'ladi. Hozircha bu qilgan ishimiz bo'lgani mana shu. Faqat panelni o'rnatish qoldi, tamom. Olib kelsa uni o'rnatib, keyin video qilib tashlayman. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. E'tiborlaringizga rahmat. Hatto kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentga yozishlaringiz mumkin. Hech kimdan xafa bo'lmaydi. Hamisha baxtimizga sog' bo'linglar. Qo'llab-quvvatlab turganlar uchun katta rahmat.